Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarım. Biz bugün Xitoy konsulunun aldıda 13-kunchi kunni oxirlashtirib turibmiz. Xitoylarning vatanimizda qilayotgan zo'migarligiga norozilik bildirish uchun vatanda jazo lagerida ingrayotgan, qarong'i zillarda ahu faryod chekayotgan qarindoshlarimiz, tuqqanlarimiz uchun Xitoyninki mushu jinoyatni olamga pash qilish uchun bu yerda turyapmiz. Turish jarayonida bo'libmi mushu faoliyatni o'rinlashtirishga bosh bo'lgan bizning yenimizdagi Mirzahmat bo'lsin, Javlan bo'lsin, Madina bo'lsin, o'sha 13-14 qarindoshimizningki u boshlatgan faoliyatiga biz hahu digili shularga bir endi to'g'ili chiqdik. Shu jarayonda mush qarindoshlarimizni qo'llab tamoq to'shiyotgan va bularningki tashviqotlarini taqib borayotgan qarindoshlarimizga mushu qarindoshlarimizning bir rahmat etqisi bor ekan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam san bir odam yaxshilik qilsa uningga rahmat etishni bilmasang Allohga rahmat etgan bo'lmaysa degan mushu hadisning ro'yiga asosan sizlar ko'p rahmat etamiz qarindoshlar. Endi biz bu elchixonaning oldida biz Xitoyga yolvorib tuqqanlarimizni qo'yvat degil emas, faqat Xitoyning jinoyatini fash qilib beguna tuqqanlarimizni chuqum qo'yib etishni talab qilib chiqdik. Chunki ularning hech qanday jinoyati yo'q. Mening oilamdan 36 odam lagerda ekanligini angladim. Mushu sovrindagi hamma qarindoshlarimning oz deganda 5-600 birming odam lagerda o'ldimi, hayotmi uqmaganlikdan shu tuqqanlarimiz nada buning hisobini badigil chiqdik. Qarindoshlarimiz shuning uchun biz hech kimdan og'rinmaymiz. Biz faqat yordamni Allohdan kutamiz. Biz bu faoliyatimiz orqali bir yaxshi natijaga erishamiz-mi? Biz shuning ishimizki, umidsizlanmasak, har qanday faoliyat qilishdan, harakatdan to'xtabla qolmasak, buni g'alaba deb bilamiz. Shuning uchun dunyoning har qaysi yerida qarindoshlarimizninki mushu faoliyatni bir tarqitib berishga, qo'ldan kelishcha mushu qarindoshimizni qo'llashga va shundaqla mushu qarindoshlarimizninki yordam qilayotgan qarindoshlarimizning bizning rahmatimizni qabul qilishga so'raymiz. Undan boshqa alhamdulillah bugun chiqqan odamlarning soni 50 dan oshib ketdi. Mayli Turkiyadagi har xil partiyaning odamlari bo'lsin, boshqa turk qarindoshlarimiz bo'lsin, bizni kelib yo'qlayotdi. Qarindoshlar bizning faoliyatning foydasi nima desanglar, nurg'un qarindoshlarimiz voy bular tuqqanlarning davosini qiladi, voy bular biz davlatning davosini qilamiz deydi qarindoshlar. Oldi bilan o'zining tuqqanlarining davosini qilmagan odam davlatning davosini qilman deb yog'a aytmasin. Bu bir. İkincisi qarindoshlar, qaysi kitobda, qaysi qonunda o'zining urug' tuqqanlarini solab qo'ysa, tuqqanlarining davo qilma deb bor. Bu üçüncüsü qarindoshlarimiz. Biz bu yerga chiqib turgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridan muxbirlar kelyapti. Bugun Gollandiyaning keldi, tunugin Fransiyaning kelgan. Uning oldida hamma yerdan muxbirlar kelib bizning Uyg'urlarning dardini, Xitoyning qaroqchi ekanligini dunyoga anlatyapti. Ularning zo'migar ekanligini, ularning xalqaro qonunga rioya qilmaydiganlarini, inson haqlarini dafsanda qilganligini dunyoga bildiryapti. Hammamiz uyda chiroq yapib o'ltirib, Facebooklarda, Twitterlarda rasm chiqarib shuar to'lgan bo'lsak, muxbirlar bu yerga kelmaydi. Shuning uchun voy buloq chiqib Xitoyga yolvuryapti degan gap bu bolalarım bu inillarimiz qilgan tuhmat, haqorat va tuhmat qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz bu yerga turish orqali muxbirlar bizni mushaga izlab keladi. Bo'lmasa muxbirlarga lag'man pul yetmasak uyga kelmaydi ekan. Mushunda qilish orqali biz Uyg'ur davosini lagerdagi va turmudagi qarindoshlarimizning ahuzarini mushu faoliyat orqali dunyodagi erkinlikni so'ydigan, insonlikni so'ydigan har bir insonga anglatish va Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning bir zolimga hey zolim demagan millat tugashgan millat degan hadisga asosan biz tugashgan millat bo'lib qolmayli deb bu yerga chiqdik. Biz hech kimga minnat qilmaymiz, chiqmaganlardan og'rinmaymiz, balki qarindoshlar chiqinglar deb faqat ularga iltimos qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan millatdoshlarim, dindoshlarim, vatandoshlarım, hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Yana bugun Xitoy konsuliyati oldida yana oilamiz qayerda degan bir
nima orqali, ya'ni bir şuar orqali, ya'ni vatanimizdagi ovozi bo'lgan mazlumlarning ovozi bo'lyapmiz. Ya'ni bu yerga yig'ilgan barliq qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'san ustoz degandek biz uyda o'tirsak, dunyo istab kelmaydi qarindoshlar. Ya'ni mush qarindoshlarniki so'g'aqni so'g'aq demay, issiqni issiq demay, oftobni oftob demay. Ya'ni bu bir qancha kunliklar namoyish emas, oylarcha qilingan bir namoyishning bir natijasi. Alloh bu qarindoshlardan rozi bo'lsin. Demakchi qarindoshlar, dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan, ya'ni Gollandiyada bo'lsin, Germaniyada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, nurg'un dunyoning joylarida yaşayotgan qarindoshlar bor. Qarindoshlar, sizlarmi bu sabga qatılinglar. Ya'ni vatanimizda bo'g'ilgan osh xalqning ovozi bo'layli. Yani eğer biz bunu dünyavi şekilde bir namoyish qila olsak, yani dünyanın Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan Germaniya misolanga, andikin Gollandiya, Avstraliya, Amerika bu qatorliq davlatlarda qila olsak, yani shu vatanimizda ovoz bo'lgan xalqniki ovozi, yani ularniki bir ovozsiz bo'la olamiz deb qaraymiz. Shunashqa dunyoning boshqa joylari qarindoshlarning bu faoliyatga ovoz qo'shishini va shundaqla bir harakat boshlashni tuvanchilik bilan so'raymiz. Alloh hammangizlardan rozi bo'lsin. Ondan keyin mushu Turkiyadagi yaşayotgan qarindoshlarga Ko'san ustoz baydan rahmat aytdi. Yana bir talabimiz qarindoshlar, Muştabda bu tamaq bəhçi xub ketdi. Şonaşqa muşu tamaq bergan qarindoshlar Olimjon o't yurak bilan, yani Olim jon bilan ko'rishib, o'rinlashtirib tartibli qilsak, tamoqlar eshib qolmasa, yani bunu bir iltijoyimiz bor. Şonaşqa buni muşu Olimjon bilan aloqa qilib qo'yasanglar. Yani bir gap, muşu namoyishimizdagi tartiblik bo'lish uchun bolalarimizni, ya'ni bo'libmi 15 yoshdan tuvan bolalarimizni chiqmasak qarindoshlar, undaq bo'lgan vaqtda mayada nurg'ulgan qalamaqanchiqlar kelib chiqadi ekan. Shunday chiqqan vaqtimizda mushu bolalarimizning qalbini aygan asosda bolalarni chiqmasak deb umid qilamiz. Ya'ni bu qarindoshlarning umidi. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan.